Arzon vodiy kanalida arzon narxda Spark zo'ridan keldi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan 123 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 4-pozitsiya avtomat korobka mashina. Kraskalari top-toza ekan, ancha sarflab o'zlari chiroyli qilib haydagan ekanlar. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Gerblilar bo'ylar taqilgan, so'ng zashtalar urilgan. Xo'p, tayyor ko'rsatnomalari ham avgust oyigacha bor ekan. Bemalol yozda chiqarib olasizlar. Salonlarni ham holati zo'r turibdi. Qimmat chexollar, deflektor, soatlargacha qo'yib berishgan ekan, qaranglar. Hop, video registrator, orqalari zo'r, haqiqiy zo'ridan haydayman deganlar uchun ekan. O'zlarining mashinalariga anchadan beri o'zlari chiroyli qilib qarab haydar keldi. Temir metan gazlari bor, chiroyli stoplar, orqa kamera, sensor datchiklarigacha turibdi. Xullas mashina zo'r. Kesalarning yoqadigan zo'ridan haydayman deganlar, mana olinglar. Mana shu joyda arzimagan. Ko'ryapsizlar, tirnog'imchalik emas, ko'rsatib beryapman mana. Xo'p, ishonchnoma berilmaydi. O'zim maza qilib haydayman deganlar, mana zo'ridan olaman deganlar, olinglar. Narxi ham zo'r bo'ldi. 7900 ga faqat o'tkazib olish sharti bilan.